sen kaladaga okşayma. Yok Dudu. Sen bizden ayrılmayız. Mesleğe yardım kılalmadı. Sen beni bir ömür yaxşı adam bul dedim. Muşu senin mal kaldırılan kımmet biraz. Valla inan aşık olmak nevre. Et kuskanı kandağıma doygusa kandağım doygusa. Hatırcım buldu da ben de öğrendim çokum. Yaxşı bir yıkıp çok kılım. Bir ömür işlem. Her kaysala bir muamele kaldıramadı. Dudu beni geçir Dudu. Beni geçirsen ben de razı ol. Sen beni bir üstten çok akıcı kozuma bir vakit oktamakımı yükselmedim. Valla bir ömür ibadetle etti. Az bedel kadar halim kalmadı.我的父亲用到城里干零活挣来的钱，给我的爷爷办了一个简陋的葬礼。从2年前我的母亲因病离去，我的父亲就变得不爱说话。爷爷的离开让他更加沉默。普拉提大叔担心我父亲，让我们住在了他的家里。一天晚上，我父亲把爷爷去世前说的话讲给普拉提大叔听。他说自己没能好好孝顺父母，没能让自己的妻子过上好的日子，也没有养育好自己的孩子。他说他不明白自己流到土地里的汗水究竟都去了哪里。最后他说，为了孩子，不能再沉默了。来，等。米先喝着，吃着，填填肚子，辣椒子马上就来，俺这开。Uyga ketdim. Dada ketmayman. Siz bilendingiz. Bilmem. 这个卡德儿太讨厌了，麻烦的很。原来老实的很，去外面转一圈回来学坏了，给别人说我们坏话。这样的人往往是给脸不要脸，得早早的收拾掉。
咋说是？Nimdab keldim. Yana og'li keldim. Yo'q. Bu hech kim o'ylamagan bir ishda. Mana Qodir bizni tashlab bu dunyoga ketdi. Agar men ular bilan birga chiqqan bo'lsam, bu ishning oldini olgan bo'lardim. Lekin hozir nimani desak, aksiga kelmaydi. Lekin men Qodirning bunda o'lib ketishiga ko'nglim to'limi yerim bo'ldi. Agar u boshqa xiyolda bo'lmay, mening ishimni qilavergan bo'lsa, mening yerlarimni talashmagan bo'lsa, sizlarni bu yerga yig'ib jidal chiqarmagan bo'lsa, bundoq o'lib ketmaydi. O'g'limi yetim qolmaydi. Biz bilan bir yashaydi. Qodirning o'g'lini oldida turib, sizlarga nima desam bo'lar? Mush Qodirning kayni kirganlarga men bir deb qo'yay. Keyin har qanday ish qilmoqchi bo'lsanglar, o'ylavara qilinglar. Bundoq içinishli ishlar qaytalanmasın. Bu bolaning ko'z ishi yuragimni to'lim azdi. Keyin sizlar uchun bu yerda mushu mazmunda yana so'zlashga fursat bermanglar. Yeter. Nima deb begimning suyini o'g'ilding? Ha? Men sana deb qo'yay. 肉孜是这里的地主，这里的土地和水都是属于他的。生活在这里的农民都只能租他的地来种。任何人开垦出1寸荒地，最终也都要交还给他。因为就算谁开出了荒地，也不能用他的一滴水来灌溉。那些违背他意愿的人，都会遭受到他的折磨。我就是在这样的地方长大的。Nima mangding? Mangdim. Cho'ng'og'ini dadang do'raydigan bo'lsang, terang ta'tir so'yman. Anladingmi? Anladım. Anladingmi? Anladım. Anladingmi? Anladım.
Vay deymo, seni deymo, seni kömey üleymo. Seni kömey ülüp kesem, muradımga yetemem. Ma yalan döşünü aynı vaxtda dadısı bilen billa. O dünya uzdıdan işken tıkan. Ya kimden? 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 Hamma adam öz aldığı bozuya içip, özleri yiyip iyi bolsa, Haydının nima keragi bo'lsin? Po'latni chaqiribdi. Yazodi kimning Po'lat Odilni yaxshi biladi. Çin'e bana. Bu yerden o'zi payqdir. Bo'lmasa o'zini tirik tut. Ağrıtamdı. Yo'q. Yolg'on gapirma. Og'ritadi. Nimishqa yana balduroq uloq topib bermaysiz? Bu yer mening bilmayman. Ulasini urib o'tiraydi-ku. Bilaman. Dadamni urib o'tirayotgan naq maydonda. Bu yerda mening orzu nishonlarim bor. Urib o'tirasin mayli, bilmayman. Buni dadamdan ko'rma. Po'lat odamni ko'rmayman. Men uchun yaxshi bo'lsin deydi. Sizni orzuyingiz nima? Ayga. Men uydan bir mazgil ayrilib pul tepkilman. London. Agar sirtda qiynab qoldik bo'lsang, darhol uyga qaytib kel. Ma'qul. Dadam rahmatli ro'y ko'rinib qolgan bo'ldi. Biz senga yaxshi qarayolmadik. Siz umuman bo'lsangiz hayot qolmaydim bo'ladi. Agar sen sirtda qiynalib qolgandek bo'lsang, Deb bo'ldim. Ana bilan mana, ammo nechilab qo'ysak to'yg'idek ya. Yo'lda avaylab mang'in. Boshqalarni ko'rsa desa, ichagada. Ma'qul. Sen kichigingdan qo'rqinchoq cho'ng bo'lding. Yomon ishdan nertu? Ma'qul. Haqlar yaxshilik qilsa, hargiz qaytirishni unutqanma. Ma'qul. Yomon niyatli odamlar bo'zak kelsa, ularga ilishma. Ma'qul. Nimalarni deydigansa? Dunyoda yaxshilam odam yo'q. Yomon niyatli odamlarni yog'alarni yaxshilik qiladi. Sen o'g'al o'g'andikin o'zingni qo'g'dashni o'rgan. Isini chin tutdim. Neymadı? İşine yakın.
看着阿依古里哀伤的眼神，我心里很难过。我特别想给她好的生活，特别想让她每天都能有美丽的笑容。可是我什么都没有。当初我的母亲去世后，我的父亲曾悲伤地离开了家乡，想找机会改变命运。今天，我也选择了这条路。我不知道有没有一个地方，可以让我实现心底的愿望，能让我有一天给我心爱的姑娘带回来一点幸福，能让帕提曼大婶放心地把阿依古里的未来交给我。Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Men Xudoy sho'man. Nima bo'lsa? Ben ishim olmayman. Ozroq qildak ish topay deb keldim. Qarab aka, qildak shu hamki. Ben endi ish topib qilmasam, ocharchilikda o'laman. Bu gapni menga dema o'g'lim. Alloh yordam qilsin sana. Ben uydan ayrılıp ozroq pul tepib bir qiz bilan to'y qilmoqchidim. Uni amrimga olmoqchidim. Lekin menda hech qanday o'yin yo'q. Ish topolmadim. Bunda qaytib kelsam bo'lmaydi. Pul tepishim kerak. To'y qilmoqchimisan? U nihoyatda yaxshi qiz. Hem oq ko'ngil. Pul tepib uni yangi kiyimlarni apasam, qo'shiqni to'yg'izib, men bilan birga chopa nomrod kunlarni kechirmiskan deyman. Sening ahvolingni bir qarabga to'y qilsam, xotiningni baqalasanmi? Siz menga qirdak ish bersangiz, men cho'qim yaxshi ishlab pul tepib uni baqalayman. Ne? Berib qo'shqon to'yg'izib bile. Siz men tanimay turib, mishmon pul bersiz. Ha. Qo'shqon to'yg'izib kelmasang, bozg'anni qanday ko'tirsan? Ya bo'lmasa, men hozir ish qilay. O'zim tomoq ye. Oldida qo'shqonni to'yg'izib kelmasang, sen ish vermayman juma. Tutama. Berib qo'shqon to'yg'izib bile. Aygül, ben hayat kalamam bunu. Buyur kire. Bugünden tartib
Дүкөн каргаш, sen мушу орунда уктаган. Макул. Мен кайтымында калса. Рас. Мен әткәгечә дүканларны көтөрүп кетмәгән, а? Yo'q, men ko'tarolmayman. Men qaytdim. Rahmat. Allohga emanet. Aygül. Pul tepip sizi çokum alıver. Balam, sen uflugan. Hozir kirmadi da. Canım balam. Adilga hech nima bo'lmaydi. Unda yaxshi bolani Allah o'z panohida saqlaydi, canım balam. Adil, o'naydi yaxshi bola balam. Men bo'lsam qo'rqinchoqliroq, yuraksizroq. O'z vaqtini mang'ul qo'ymasammi bo'pti-ku. Adilbek aqlliqda da bu cho'qim ehtiyot qildi. Shundoq balam. Adilbek aqlliq. Bichar bilan kichik vaqtida boshqalar uning dadasini ko'z oldida o'ldirib o'tgan. Shundan beri u jimoxo'r, gap qilmaydigan bo'lib qoldi. Sen anangdan ranjima balam. Anang seni yaxshi bo'lsin deydi. Ma'qul. Raskim deganda anang Odilni bek yaxshi ko'radi balam. Dadasi kirib uxlang. Men hozir kiraman. Sen太好吃了！你们家的拌面是我在新疆吃到最好吃的拌面。想吃的就过来，随时都有。没那么容易了。现在是啥情况呢？移民先生怎么要出国呢？我们这个地方你们不管了吗？暂时管不了了，等着共产党来管吧。刘子雄，你可能要惹上麻烦了。我能有啥麻烦？我也没吃他们的，喝他们的。你要这么想，我也没办法。我在内地所有的亲戚都被共产党收拾了，财产都让穷鬼分光了，惨极了。这是新疆，跟你们那个地方不一样。在这里，我们是老鹰，只要我们张嘴叫一声，这些穷鬼就会像兔子一样发抖。兄弟，你见过吃兔子的老鹰？你见过拔老鹰毛的兔子吗？你不要太自信了。陶峙岳、包尔汉已经宣布投降了。我再跟你说清楚点吧。换天了。这么大的天，能换得过来吗？杨增新、金树人、申世才都换过天，也没说新疆变得穷鬼说了算。
也没说哪个穷鬼见了我，让我绕道走的。该说的话我已经说完了。明天我就要护送一名区长出国境，之后我随时就会去打游击。以后有什么困难找到你，不要不管我。别这么说，兄弟，你是我一生的兄弟，要我做啥事情，你尽管说。这个给你，我还给你带了几把，等一下都留给你，关键时刻能用得上。这是上陈的奥泰沙金，算是我支持你，我们一起争取把共产党换掉的天再换回来。Askarlarning tomoq tayog'i ular tomoq yeb qolsak deb qo'y deb keldim. Sovg'ani tutib qildim, gap qilmamsan. Sizga qilolmasangiz men qanaqa gap qila olaman?我第一眼看见解放军的时候，心里是有些害怕的。尽管街上交头接耳议论的老百姓都说解放军好，但我还是很小心地躲在一边，不敢接近他们。Ustam Azat armiyasi peyt kunni nemiz qildi? Men tazim o'qib bo'lmadim. Olsam yerlik bolalarni o'ttiramiz. Yana bo'zyochimiz, yana xalqlar bilan do'st bo'lamiz deyishimiz. Ishlar xil o'xshamadi. Xalq? Biz bilan do'st bo'lamdik-a? Mendan so'ramay, men kitobni ko'ray. Usta, men jihatlarni tunmayman, qandoq o'qiyman? Sen xat tunamamsan? Yo'q, jihat tunmayman. O, bo'lmabdi. Xat tunamasang, nurg'un ishlarni bilmay qolsa, aytin tortmasang o'gitay. Ma'qul. Hey， 解放军同志，你好，你好。哎，你好。来，进来一点茶喝一下，进来。哎，不，我也是。行，我也是。哎，谢谢喽，谢谢喽。Nimlar deb ketdingiz? Seni taz gap anglamayotdi, bo'lsa, aka sanglar o'tga desam, kashqurun keldi dedi-ku. Qo'rqma. Azat armiyada qalaymiqa adam tutmaydi. Kim bo'ldi? Kim qilib ketding-ku? Men de Oyg'unlarni ko'ramaydigan bo'ldim debdi. Chaqchaq qilib qo'ysam, gapimga ishonib qolgan o'xshamabsa. Siz menga kuyungan tursangiz, degan hamma gapingizga ishonma. Hozir yaxshilaringizni qaytaramsanmi? Keyin qaytarib olgan taqdirdimi? Menga gapingizga ishonma. Ham anglayman. Jungo, ana yurtimiz sendir. Çünkü biz milyonlagan xalq senin umaq qo'yningda, sap havoyingda cho'ng bo'lgan. Tepib seningdin aql,
o'zimizni tepib o'ng bo'lgan. Mana shundoq Jungo maydonda o'ynab, har minutda seni qo'g'dab, sening istiqbolingni qo'lga olamiz. Dunyoda birla qilib yangi mustaqil Jungo quramiz. Jungoda mangu lapiltib, tobili tushmas qilib, ozodlik to'yg'ini qadaymiz. Ustam, biz Jungoluqmi? Ha, biz Jungoluq.我当时不知道，那时候在北京召开了一次重要的会议，我们国家的领导者们正在为了人民的生活而操心，他们在改变旧世界给人民带来的苦难。我也不知道，正是因为有了他们，不久之后就彻底改变了我的命运。我认识的字越来越多，读书成了我每天必须做的事情。也是因为读书，让我能发现生活的小县城每天所发生的变化。可尽管一切来之不易，也还是会有一些坏人不想看到老百姓过上好日子，不断地在暗地里搞破坏。哟，孟书记，哎，来，认识一下，这位是艾泽之同志，这位是张文辉同志，我的老部下。你好，艾泽之同志。你好，张文辉同志，很高兴见到你。哟，汉语说的不错嘛。什么话？人家可是高级知识分子啊，还会说苏联话、美国话呢。你会吗？我不会。今天中午就到我们家吃饭吧。不了。哟，孟书记，小夫，你干什么去？我去医务室。啊，我来开个会。那我中午回来给您做饭。不用了，一会儿我就走了。哦，好吧。走吧，孟书记。孟书记。好。艾同志，来，请坐。好。说正题吧，上级派艾泽之同志来配合你的工作，是为了尽快的建立好群众基础和干部基础，这也是下一阶段的工作重点。明白吧？明白。没让你去打土匪，不要有什么情绪。你现在的工作更重要，有什么不理解的自己消化处理。好歹你还读过点书，应该有能力认识问题和解决问题。您都把话说成这样了，我还有什么话说啊？新疆的问题很复杂，有什么不懂的事儿，多和艾泽之同志沟通。对这儿的情况了解的越多，越能减少犯错误的可能。再一个就是艾泽之同志，你要有时间的话，多教教他维吾尔语。哎，这样呢有利于工作。好的，孟书记。那句话怎么说？亚克西姆四子。亚克西姆四子什么意思啊？你看，该学了吧？这么好的一句话，居然听不懂。不着急，慢慢来。好了，我走了。哎，什么意思啊？你好，亚克西姆四子。你好。你好，亚克西姆什么？你o'ylayaptilar? Azadlık Ermeni'nin kelgeniga xeli vaqt oldu. Keyin nima ishlarni qiladi? Faqat xabar olaman. Biroz tili g'ulduladim. O'zlari degan bu yerning cho'ngi. Azadlık Ermeniga silni ish qila oladi. Tunca onun deyishicha, ularning judiga baylarni Azadlık Ermeni bir-birlab joylab bo'ldi. Ular kambag'alni do'st ekan. Platka özlerinin yavaş yumuşaq, aq көңіл adamlaklarini bütün kənitliklər bilməydiganlar yox. Allah görüp turibdi, özləri yaxşı bolğaşqa, şunun üçün asmandakı aydək chiroyli qizdan birini berib demasmi? Mana bilgan
bu Obulcan Aygül kölçüp qaptı keldik. Köңlünü öpədib, mən mana vakalatan bo'lib oldinlarga el javob keldim. Mush so'g'atni öp keldim. Rad qilmag'aylar. Qizimni baxtaqalliqlarga rahmat. Yaxshi qizlar deyin emas. Yo'q. Bu az bo'lsa-mu Obuljanning chin qalbidan chiqqan so'g'a unda qilmislar. Öp qasla. Biz bu dostdan alanmaymiz. Chunki qizimni odili bilan beshini bog'lab qo'ygan. Nima? Qizimizni odilga beramdiq, bermamdiq. O qizimizning peshonasiga bitilgan ish. Shunga bu dasqanni qabul qilolmaymiz. Qapilmay qaytisizlar. Mening sizlar yaxshiroq o'ylashib qo'ying. Sizlar meni obdan tushunasizlar. Men qoidasidan qisarab keldim. Ammo ketishni o'ylab bo'lmadi. Sen yeslimga erishamaysan. Sen jim tur. Voy, kichik qiz oldigan bundaga qis bo'lmaydi cho'nglar bilan. Voy, sizmi bundan gap qilmang, yaxshi gap. Polatga sen meni bak obdan tushunasizlar. Mening yaxshiroq o'ylashib qo'ying. Ey, ota-onamning oldida gapsizligingni diqqat qil. Sen uxlamay tush ko'ribsan. Singlim Odildan boshqa hech kim tegmaydi. Men bu yerda ota-onam bilan gap qilishyapman. Sen eng yaxshisi eg'iz qilishlar. Elchilikka kelgandikan, qo'pollik qilmay, qoida usullik gap qil. Bolni beqib cho'nqiga ota-onamning qo'shilmaslik tamom haqqi bor. Hey, bak bunu. Sirti buloq qashni bilmabsan. Ish termay tursang bo'lmadi. Hozirgi masala Manimilning ko'ngli uftish. Bunda qilaversan azotga qarmay qanday qarshi turmaysiz? Mijozingni o'zgartdi. Bir jutkidan urib ketolmaysan. Sen deb elchiga vaqan bor. Bekdeydi ha? Ha. Shu vaqt yashab turibmi? O'z bolalarimizga egolanmayapmiz. Dadisi, kivallarni yerim qilmaslar. Bu kemda ro'zli bo'lgan. Hech kim bolalarni qo'g'diyolmaydigan o'xshaydi. Qadirni deyishcha. Uning ota-onasi ko'z yumshi oldida o'zining bolalariga hech nima qoldirolmaganligidan bagaga epsilolgan ekan. Tesadüf günlerinin birinde ben ölüp geçsem ballarım bana döner bakmaz kollarılmaz memlekende esreme. Sen mi ölüp geldin? Assalomu alaykum. Alaykum assalom hocam. Qanday ahvollar? Salomlar turaman. Bu uying nimada g'ayri puraydi? Anglashlar qaraganda obulslarning uyiga qiz so'rab ketdi ekan-a. Begim bu ishni uqqandan keyin achchig'ini bosolmay obulning advini tozibadi. Hozir yurtimiz biroz qalaymiqan. G'ayri ishli bo'lyapti. Yani gayr gap so'zlar, qulqinlar kirish mumkin. Lekin esinglarda bo'lsin. Bu dunyoda musulmondan boshqa odam musulmonga ko'ngil bo'lmaydi. Shuning uchun Allohni unutib qolmayli. Musulmonlar yuz kelmaydigan ishni qilmayli. Bo'lmasa u bizni jazolaydi. Ma pulni ilib ballarni davoldi bo'lasizlar. Az olsun begimning ko'ngli. Begim. Balam senin bu himmetlerini kabul kılamaydı. Ana, bizga musulmon to'saq. O'zingni qilib olsam olmamdi. Yo'qol. Ben alamayım.
好嘞。Asıla, ko'nglimizni yerda qo'ymizlar.老乡，老乡，yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ishon bormi? 想帮忙？ Menda ish yo'q. 什么意思啊？哦，我是来做马掌的。啊？马掌？你听不懂我说什么是吧？来，哎，啊，马掌，哎，图呢？来，马掌。明白了？太好了。哦，多少钱？钱？我要啊，300买个。不，要给钱，拿着。你会说维语吗？我不会。哦，钱要给你。啊，300买个，要。我们是解放军，我们有纪律，我们不能拿群众的一针一线。来。啊，300买个。哎，拿着，拿，快拿着，拿。这么多？rahmat。老乡，你听我说，怎么这么多？你不能把我的钱都拿走，你得还给我一些。Bu bak chiqib ketdi amaliyotda. Kun tushganda kelam. 我的意思是说，这个钱你得还给我一点。这样吧，来，老乡，来，我拿回来一点儿，你觉得够了，你就说好，明白吗？好。哦，这个价钱就公道了，哈哈。yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Boshqa ishingiz yo'qmi?啊，语言这个东西真是不容易啊。我走了。走。Assalomu alaykum. Qanday yaxshimisiz? Nan olasiz, nan. Bo'ldi, rahmat. Siz yoqqanda shunday yumshoq yap, nenda tatibman. Rahmat, kerak yo'q. Nan satiman. Adel, sen nima uchun ozodlik armiyaning pulini olasan deyman? U men qarab pulni tanlab 1 moncha gap qilyapti. Omolim yo'q. Xafa bo'lib qolmaganda ular. Yo'q, kuldi. Sen ularning pulini olmasang bo'pti-ku. Sizga ovorchilik tepiramanmi? Yo'q, undaq emas. Pul olmas bizning bir ko'nglimiz. Assalomu alaykum tog'a. Sen desam. 我舅舅。哦，yaxshimisiz? 我好。哎，您会说汉语啊？啊，一点点。这个地方嘛，小妹妹说的，这个人来了，那个人走了，一点点学会了。哦，我的徒弟阿德。yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Shuning pulni oldim. 哎呀，这个娃娃嘛不懂事儿啊。你的钱收好了，一点点马上事情，我都让他给这说的了。我现在，你看他这个，哎，不，一定要给钱，不给钱我会犯错误的啊！不给钱犯错误？哪有这样事的不？你们这都不俺们上面和他那个什么的？来，我们这样说吧。O'tir tog'a, o'tirib deyishaylik. Mana gap tog'a. Bu yerda men Lovjonni elib kelishimdagi maqsad va bizning fuqarolarning turmushini tushunib yetsin deb. Ya to'xtab tur, balam, to'xtab tur. Ma bala ma azoslik armiyaning bir 4 tal taqisini pulni olib qo'yibdi. Ba qizib bermay, ma bala olmaydigan ishdi-ku bu. Bo'lsin, bu azoslik armiyaning qoidasi tog'a. Bo'ldi, boshqa gaplarni qilishaylik. 我一句也听不懂，还是在说收钱的事吧。对，还收。用我舅舅说话累坏了吧？有点。
他一直在跟我说不收钱的事情。他让我约个干部见面，就是想表达一下，给解放军干活他不收钱，他高兴。明白，感谢他。哎，刚才那个小伙子阿迪里也跟他熟悉吗？看起来他也是个老实人。我听我舅舅说过他是个孤儿，他的父亲为了要回自己的地被枪杀了，他自己开了块荒地，也被地主给霸占，他是实在活不下去才从村里跑出来了。全中国的农民兄弟都是一样的。我听我舅舅说他很聪明，现在已经掌握了基本的阅读能力，很勤奋。像这样的人，往往会更加珍惜来之不易的机会。你把他收到你的学习班里去吧。我也是这么想的。那就这么办吧。好，群众中的积极分子是我们首先要争取的力量。好。哎，你干什么去？我去一下铁匠铺。哎，别等我回来吃饭啊。阿爹，sen bularga kechlik turib beraman deb qanday tushundida? Kun qorong'i tushgandek keldim. Tushundingizmi? Tushundim. Keldi. Askar keldi. 哦，哎，布拉提大叔，哎，你好，好。雅克西姆斯，yaxshimisiz？对不起，我来晚了。你的麻章子哦，给你做好了，你看一看，行不行？很好，辛苦了。不辛苦，不辛苦，这么一点点小事情你全给了，不好意思这个。哎，应该的，以后不要给钱了。哎，吃点米饭吧。来，坐下，谢谢。要不要我去把这个给你的妈穿上？哦，不要了，热和麦。哎，不让麦，哎，吃点这个。啊，布拉提大叔，哎，我拿了馕来，我们一起吃饭吧。哎，不行，把这房子借吃饭，把这房子，我老婆子嘛那个辣条做的好的很，把这房子借。哎，不，下一次，我们先吃馕吧。哎，这个，不是，妈的不太哎呀，这个不好意思，没关系，一点尝喝。好。以后嘛，麻子事情有的话嘛，你不要来，我跟你先说，我去嘛给你们帮忙。好，知道了。哎，吴迪，来，这是穆拉提大叔。大叔你好。这是我老婆。哦，好，我们俩去跳舞吗？哦，我不会跳舞啊。他不会，我去跳舞。好啊。你怎么来了？你这么晚不回去？我本来要回去的，可是你看群众多热情。是。你好啊，小伙子。你好。你好。啊，雅克西姆斯。yaxshimisiz？哎，你看群众多热情。你半天都不回来，我都担心死了。没事儿。哎，我现在在学维吾尔语，等我学会了我教你啊。是吗？啊，雅克西姆斯子，知道什么意思吗？可以啊，说的什么意思啊？你好。啊。
我老婆。哎呀，我老婆。学习班，在这里，我学到了很多我从来不曾了解的知识，知道了我的爷爷，我的父亲为什么会一直含辛茹苦，却依然得不到温饱的生活，也知道了为什么我的命运会如此坎坷而不幸。这些知识吸引着我更加努力，让我慢慢地看见更大的世界。也是在学习班里，我有了更多的机会和张营长在一起。他的笑容，他的声音是如此亲切，很快就让所有人消除了迟疑。他告诉大家，我们都是中国人。这句话让我的心里第一次有了强烈的自豪感。我教你一个，我是兄，你弟兄弟不是爹，是弟兄弟不是爹，爹是另外一个，是阿卡。是阿嘎，阿嘎，南胡卡，对，토라，对토르볼데。我听说了你的身世。我知道你很苦，其实我跟你差不多，我家也是农民，我爹给地主种地，一辈子都没吃饱过，每年都有交不完的租子，我爹早早的就把腰累坏了。我娘在我10几岁的时候得了重病，我爹卖了我姐姐，换了2块大洋，也没治好我娘的病。有一次，地主来收租子。我爹争辩了几句，就被打得遍体鳞伤。没过多久，我爹就死了。死的时候都没有一口棺材，是我用破席子、破被子把我爹卷起来，埋在了地里。坟前只能插根树枝，上面绑着他的衣服上的布，就当是他的墓碑吧。你听懂了？ Siz yaxshi odam. Sizning ko'nglingiz yerim bo'lsa, mening ko'nglim yerim bo'ldi. 你的苦我都知道，我们是一样的，一样的，你懂吗？现在好了，我们来了，不会再有人欺负我们了。 来，这是我们打兰州的时候首长送给我的战利品，我把它送给你了，送给你，来试试。呀，哎，
没能不当臭。哎，是，臭。哎，男人的脚哪有不臭的？我的脚也臭呢。来，穿着。来吧。是，来，快来试试。哎，试试。那这样，我打盆水，你洗洗脚，好不好？穿新鞋了嘛。好。Doktor. 총讲究. sizning oyoqingiz啊？ sizning oyog'ingiz破， siz keyin men olmayman. 啊？我的鞋破啊？不破。破。你拿着，给你了。来。哎，拿着，给你了啊。rahmat。啊？ rahmat。我知道，谢谢。谢谢。不谢谢。Arzmaydi. Akşam Adil'de yet alışıp çöp kaptı mı? Begim, onu allaburun öldürmek edeyim mi? Meni sınatay. Kandalı olsun. Bu hakkın yürütüşüge dikkat kılınlar. Begim, hatircam bap araman deyip asla. Öydikler Türkiye'ye menip oldu. Bizim mağamda. Ben mağmayım. Begim yana adını çöp kalmaydı. Olmasa. Mağayli. Endi mağmızaq azatlık armaya bizim tutuluş mümkün. Mağmayım dedim. Mağmayım. Nimişka? Bu jüttüki yani hemsi benim. Ölsem mi benim buluş gerek? Ballarning hamini burul chet elga yo'liga silvatdilar. Biz mush askiyanda quyib qolamdi. Bo'ldi bas. Men mangmayman.阿弟弟，学习班都结束了，你怎么还在这儿啊？我帮艾滋滋老师打扫一下。哦，艾滋滋呢？走，跟我去找他。他妈和一灯木。吃过了。大哥。嗯。我每次看到这面旗子，心里特别高兴。为什么？我跟你长得不一样，没关系，我们都是中国人。雅克西蒂登，我们都是中国人。离开家乡3年后，我回家了。我迫不及待地想告诉乡亲们，我看到了一个怎样的美好世界。我也想告诉我心爱的姑娘，我们离幸福的生活已经越来越近了。
bo'ldi ko'rishmagile. Sen qaytib kelding, sizlarcha yo'qsiz. Bo'lsa yaxshi, bizmi shu siz erxon aytdingiz. Aygül. Aygül. Hanım Batıcı, ben kaytıp kepse canım balam. Qaytib keldingmi? Qaytib keldim. Yaxshi turdingmi? Yaxshi. Boshqalar seni bo'za ketmagandi? Yo'q. Sen boshqalarni bo'za ketmagansa? Yo'q. Bu nima? Ashliq. Nereden topding? O'zimdan topgan pulni oldim. Yaxshi bo'pti. Balam, sen asraq olib qolgansan? Bir kislik olib qoldim. Mutab qo'ysa sen men avar qilay. Bu bir xaltani Abdullohga qo'yib bergan. Ma'qul. Balam, Ha dada. sen Adlatgan bilan birga bag'inamiz. Ma'qul dada. Beranglar. Dadisi? Xalt unqana? Balam ketdi. Bugün yürükünüz acayip kapak çıktı. Yolda şunu akıllığınız bu. Kim sizin onda uzun vaqt qaytib kelmisin debdi. Uyalarda nima ishlarni qildingiz? Ben hadis düşüngendim. Kitap okuşungendim. Yeni kitap azırak hazır için diyelim ben. Poetishni size. Yo'q, ras. Dost tapiqan anglab boqay. Bu ayni. Rasqamsiz? He? Bu ning degan gap? Bu kuyni olgan gap. Yaxshi gap. Yana bir daha. Bu ayni. Vayni? Vayni? Tushundim, bildim. Vayni? Seningcha Azatlı Qarbiya biz dehqonlarga rasli yardım qila olami? Shundoq. Ular bizga turgan joy, terig'onga yeb berdi. Bu osmondagi g'ozning sho'rpisi nonchilab ichgandek ishmi qandoq? Adel, necha yildan beri qurol tutganlar boylarning gapini chapsa ekan. Biz kambag'allarga kimga yordam qilay? Deganing to'g'ri albatta. Lekin bu qitim o'xshamaydi. Bu qitim Mavjushining qo'shini. Mavjusi? Sen kirib baqqanmi? Bo'ldilar aka. Mayli Odilning degani rost bo'lsin, yolg'on bo'lsin, siqilib umid bo'lmagandan yaxshi-ku. Agar sen degandek rostl teriydigan yerimiz bo'lgan bo'lsa, eshakdan birni, qo'ydan uchni biqib jannat yashagandek yashatdik. Sen degan kunlarni keldi obletka. Cho'qim keldi. Adilning aytishicha Azatlı Qarbiya kelishi bilan danglar dehqonlarning kuni yaxshilandi ekan. Mahallada qizil bayroqlar lapildaydi ekan. Yana kelib Mavjusi deb birisi bugunning yerlarini bo'lib berdi ekan. Biraz tushunibdimi? Yo'q, uni ham o'qidim. Lekin u shunday deb yuribdi. Hurmatlikdan birini kiyib, baqirtib yurdi ekan. Ya mening. Necha avlod mening. Alloh bergan bu yani. Hech kimga bermayman. Shu. Ular begimning bir tal mo'ynimi dag'atmaydi. Albatta. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Kela o'tiring. Yaxshimisiz? Kela. Shu shamsa. Xo'sh aka, rahmat. Podadan meni yaning shin deb avatgan. So'rab boqay deb kelishim. Bu yani Rozbegim Po'lat tag'amdan qaytarilib, menga jar qo'ydi.
Polat ağam bu iş doğrusu izlep ketdi. Navnoga men amal qilolmayman aka deb degandim. Ma bir partisini o'zimiz birlikda ochgan. Uning ustiga qaqaslik yetdi. Keyin mening jinimni quturish uchunla bu yana Ro'zboy berib o'tgan. Bu yana siz evasingiz Polat odam qana qildi. Bu Ro'zbegimning qarori degan afka. Ishonmasang berib so'rab baq. Bu kechgacha yavimiz Polat ağam qanday qildi desang, bu yavimsa men qanday qilaman? Uning ustiga Ro'zbegim desam, Ro'zbegim Adil shahardagi azodlik armiyalar bilan ko'ngli yaqin bo'lgan ekan, ya'ni shularning o'bason deb turibsa. Musulmondoq kenda. Bu balanicho o'zing topgan. Azodlik armiya kelsa bizga yer bilab berdi deb nədiki gapim deb. Mana bo'ldimi? Bu yanlan baynan oldu. Sanacho. Sen ijara ag'idekmi yaqamdi mana? Qaradilka. Bu osmondagi g'azning sho'rpisiga nanchilab yig'ilmaydi. Bu azodlik armiya haqancha nochosmi? Baynan yerga chiqlanmaydi. Sen bilan bizdek namratla. Chedoma. Texim shu. Ya bo'lmasa berib Bayg'ujamdan apu so'rab baqamsiya. Balkim u sana yer berib qolsa ajab emas. Bo'ldi aka. Ya'ni siz ichivering. Men yana siz bilan dushmanlashmayman. Hey Adil. Anlasam sen hammaga Ro'zbegimning yomon gapini uqtiribsan. Ro'zbegim senga nima qilgan? Men rostga qildim. O'zingcha hurmatga kepak yomon bo'lib ketgan o'xshamamsa, ishning kuchiga. Men bir deyman. Ishning kuchiga. Men bir deyman. Ishning kuchiga. Endi odam bo'lsa qilgan olsam, kun urmasini uqtuma. Uqtu. Qachondan boshlab bunday ishlar ketdi? Chiq yaqmayman, quloq olib ketdi. Bekdegdi ha. Endi hammadan tayoq yeydi ekansan-da. Sen qarab turdi. Adilning bunchalar yomon bo'lib ketganligini o'ylab boqmabdim-a begim. Naqib. Boshlab kentiklaymiz. Azodlik armiyasiga keldi. Kimkisnaki bazı ishonsa og'ir bir kunjatsin yetdi. Keyin dedi. Qo'rqib gap qiladi. Uning ustiga azodlik armiyaning qanday hech kim bo'lmaydi. Zot istirab turadigan turmaydigan uqmaydi. Hozir biz cho'qim ehtiyot qiling. Ro'zboyning pul bor ammo biz uni ta'kidlamaymiz. Begim men chaqirib kelsiz. Ma u bunda gapga kirgizamadi. Bu Adilni o'ttirman deb chiqib ketdi. Sen hozirlab berib Adilni qochirib etdi. Begim bu azodlik armiya keldi. U haqda munosib yaxshi qilmasam bo'lmaydi. Bu bo'lgan ish termiz. Tushundim begim. Men mangay. Sen nima kelding? Meni Ro'zbegim avatdi. O bil seni o'ltirmoqchi ekansan, tez qochqin. Bildim. Rahmat. Qaytqin. Seni tez qoch, o bilan boshlab keldi. Ular aljibdi bo'lmasa seni o'ltiribdi-da. Tez qoch.
Sen bir yer neymiş kız sen? Abdülka! Abdülka tuttu! Emmiskayda qo'rqismamsan. Sen bir yer neymiş kız sen? Abdülka, bo'ldi qilam. Siz azatlık armiyak tankilamaysiz. Sen bir yerden neymiş kız sen? Degilinmaydi. Adil adam öldürdü. Adil adam öldürdü. Adil Abdul'u öldürmetti. Katilini tutunlar. Adil adam öldürdü. Katilini tutunlar. 我们工作组本来这2天就要进你们村里，可没想到你会遇到这种事。工作组什么时候走？能不能快一点？张营长，你跟我说过，我们这些农民想要自己地的话，全村人的心就要像绳子一样拧在一起，对吗？对。我回去跟他们说了，他们都愿意像绳子一样拧在一起，可是他们怕解放军很快就会走，都不敢多说话。工作组要是早点去，他们肯定会团结的。我们为什么还要等呢？这怎么怒气冲冲的？对我有意见？不高兴，不痛快。为什么不高兴啊？你说呀。我想不明白，为什么咱们不能像内地那样，一解放就打土豪分田地，把土地早点分给穷人？像阿地利兄弟这样的，还在受地主的压迫呢，这像话吗？你想不通。想不通。阿地利回去几天就回来了。他在村里帮咱们做工作，做了些宣传，竟然有人要杀死他，这太无法无天了吧！你嗓门不要那么大，我能听得见。我现在告诉你，不光是你有这种想法，很多干部，甚至有些高级干部也有这些想法。他们恨不得一夜之间把千百年来受着封建制度残酷压迫的少数民族兄弟彻底的解放出来。那想有什么用啊？行动啊！可是也不能忽视了在少数民族地区改革的复杂性。就眼看着穷人受欺负啊！你不要跟我喊，我也是农民出身，我知道维吾尔兄弟还在遭受的压迫。我想从今天开始把所有的地主恶霸消灭掉，我更想在下1分钟让他们过上幸福生活。时机还不成熟。对。那什么时候成熟呢？得有了干部基础，有了群众基础。阿迪利都快被人打死了，你知道吗？我现在知道了，我现在告诉你，时机不成熟。你喊个屁呀！你放肆，这小秃羔子！别在那偷听了，赶快带着工作组给我下去。是。注意工作的方式方法。是。你还不走啊？哎，你说我能不能把阿地利培养成民族干部？能，快滚！好嘞，我滚了啊！他们都不理我，真奇怪。不大翻呀！什么大事了？翻呀！我قاتل وعبد الله درجي قاتل سبقت جانغ جان قام قيتنسى عادل عبد الله من قاسا ولا درجي عبد الله درجي وساني من قا 这是生死。你好，你是肉孜先生吧？是。您会说汉语？是的。太好了，我是中国人民解放军派来的工作组，我叫张文辉。解放军先生，阿卜杜和乌布里都是我的园丁，他们还是朋友。阿卜杜被杀以后，
乌布的精神状况非常不好，经常失控，希望你能理解。我来这里是为阿布的讨回公道，严惩凶手阿迪里。 Yağan yakama özan o bölümünü öttürüp Abdul'un eve çıkıp gelsen o. O bulsunu nimiş öttürdük ya? Bakın o bulsunu öttemek için olsun. Tosu varmayın. Abdul'un ismisine kaşan öğretemdik mi? Uşukçu iş bu. 肉孜先生，我看这里面可能有什么误会，还需要好好的了解清楚。哎，解放军先生，还要怎么了解清楚呢？ Azat Karmiye. Ne emmini kögen. Elif güne adlı adam ötedi tez kullanla diye avazını algan çıkımda. O bol Abdullah'ın birliken tok. Yağan yakma. Yağan yakma üzen. Yağan yakma. Bu yolga neydi o da togra? Adlı adam öttemeydi. Adı unda edemez. Adıga unda edem dursa. Bu yolga neydi o da bu? Adıga yakşı balı dursa bu. Ture. Yalgancı. Rast öterdi mi? Ötemdim. Rast kaptan. Ötemdim. Tukan! 解放军先生，我必须把这件事情搞清楚。我先告辞了。阿波杜被杀风波平息后，我们每天都很忙碌。有一天，我突然被叫到张营长的办公室，接受了一个改变我命运的任务。着火了？没着火，我不能再工作做了。能，不过你要先去学习。为什么？为了当干部。啊？Bu qadam qanchaga uzoqdan qaytib kelsiz? 20 kun atrofida. Qadrbog'ga boramsiz? Bularni o'ylashmadim. Bugun ishga borman. Labos qaytgap qadr bo'lgansiz-da. Bularni o'ylashmadim. Qaytib kelsam, qarindoshlarim yana tezroq bilib beray deyman. Sizning ko'nglingiz yali bor. Aygul. Ko'nglimda yana bir orzu bor. Yani qo'lim og'anda cho'qim deb beraman.那真是一个纯真的年代，每一个渴望幸福生活的人都看到了希望，看到了一个国家对人民的关心和热爱。我做梦也没有想到，我的爷爷，我的父亲也应该不曾想到，像我这样一个穷人，有一天也能做自己的主人。您不拉？ Hey Allah, yaratqay. Bu kunlar rost o'zgardi o'xshayman.孟书记，地干办结束了，阿迪丽想见你一面。好啊。你好，阿弟弟。孟书记好。学习结束了，接下来有什么打算吗？我想回村里去。城里边也需要你们这样的民族干部，不想留在城里当干部吗？我想回去组织农会，跟乡亲们团结起来，和八一斗争。阿弟弟，这个学习班你没有白学啊！记住了，以后还有好多工作需要你们这样的民族干部去做，一定要记住，要努力。孟书记，您放心。
Assalomu Selam aka, mavzuga qaytib keldim.阿弟，你回来了！哎呀，我的天哪，我都快认不出你了。哥，我想谢谢你。谢我什么？你为我做的一切。Tuvanda, ben shuni jakarlaymanki, Odil yezimizning yezlik komitetining rais bo'lib saylandi. Tuvanda Odil raisimizni sekin taqdim qilib. Biz Kompartiya va Ozod Xirmiyaning qo'g'dishi asosida o'zimizning haqiqiy xo'jayin bo'ldik. Rahmat. Bilgem, hozir damlalarimiz elimizdan qaysi bo'larmi? Bo'ladi.啊，弟弟，阿姨哭得真漂亮。是的，她很美，她是我的梦。她是你的什么梦啊？等乡亲们有了自己的地，等我也有了自己的地，我要好好干活，娶她做我的妻子，给她最幸福的生活。多美的梦啊！一定会实现的。哥，我爷爷临死前还在担心我会饿死，我爸爸也为了我不会饿死，死在了狱中。他们都没有看见我今天能有的生活。要是他们能看见，一定会开心的，一定会。会的。Tamamla bilan ko'rishdingmi? Ko'rishdim. Men onunla yaratgan uzundan buyon yaxshi kunlarni maydi. Lekin bugungi kunda bu kaburlar kelmeden yersi bilimni bilib olmoqchi bo'lyapti. Bizning e'tiqodimiz, bizning qoida usulimizga shak keltiryapti. Bizdagi Allohga sodiq musulmonlarni makallardan haydab chiqarib, ko'chitga solmasga o'zgartirmoqchi. O'zlar yurtimizda hurmatga eng cho'ng, eng hurmatga sazovor bo'lgan tamomlar. Mening umidim butun musulmonlarni yig'ib, birlikka ekilib, bizning e'tiqodimizga shak keltirayotgan bu kofirlarga jang qilmoqchi. O nimdaydi u? Bu taqsir. Ochiq sirg'oy bazlar. Kunduzdan kech almashib keladi. Bu Allohning o'rlashtirishi. Qarag'anmisilar? Qur'oni Karim to'liq ko'rmablar. Urush, jang demay, qaytib borgandan Qur'oni Karimni qayta injiklab o'qib bazlar. Allohning irodasi jangmagan. Tinchlikmikan.
阿迪丽，阿迪丽，阿迪丽，我在这里。阿迪丽，我要告诉你一个好消息。什么好消息啊？毛主席下达了关于新疆土地改革的指示，你们马上就要有自己的土地了。真的吗？真的。子弹，这是杨宝宝的，这是杨宝宝的，这是杨宝宝的，这是杨宝宝的，这是杨宝宝的，这是杨宝宝的。在解放军的带领下，我们把地主霸占的所有生产工具重新夺了回来，分配到农民的手中。农民有了自己的土地，因此也就有了生活的希望。而这一切是共产党，是毛主席给我们带来的。等我回来，你就可以看到自己的土地证了。乡亲们都能看见自己的土地证了。你真是我看着一天天成熟起来了。我会继续努力。等你回来，我就向阿姨给你求婚。那我一定早点回来。别不回来呀？怎么会呢？我心里一直想，等我老了，如果这儿的风俗允许的话，我就埋在这儿，看着这个村子越来越好。别说这样的话，日子好了，我们要一起享受这个幸福。嗯，好日子来了，而且会越来越好的。嗯。阿迪里，我们都是孤儿，你愿意做我的弟弟吗？我愿意，哥。太好了，以后你就是我弟弟了。哥，回去以后再问嫂子好。好，等着我们回来参加你的婚礼。我会把婚礼办得热热闹闹的。好，我走了，别送了。好兄弟，我走了，去。阿弟弟，阿弟弟，我。这支钢笔我送给你了，谢谢哥。好好学文化。好。去，去。
帮我！我的帮我！Umang degan biz hammamiz Jung'olug'. U sen manga ishongan ozod armiyasi kelgandan keyin tomchiqni ilsizganni uchirmaymiz. O'zimizning yeriga o'zimiz ega bo'lib vaqti biz yashaymiz degan. U hozir vafot bo'ldi. U o'shada yotadi. Bizni go'zalligimizni ko'rolmaydi. Biz bilan birga yangi turmushni yashamaydi. Yangi turmushni ko'rolmaydi. Lekin u bizni qalbimizda mangu hayot. Qarindoshlar, biz o'zimizga xo'jayin bo'ldik. Biz o'zimizning yerga ega bo'ldik. Bugundan boshlab biz qad ko'tardik. Mavjud yashin! Mavjud yashin! Kompartiya yashin! Kompartiya yashin! Mavjud rahmat! Mavjud rahmat! Kompartiya yashin! Kompartiya yashin! Mavjud rahmat! Mavjud rahmat! Kompartiya yashin! Kompartiya yashin! Mavjud rahmat! Mavjud rahmat! Kompartiya yashin!这就是我的故事，一个3代贫穷的农民家庭，最后得到自己的土地，得到幸福生活的故事。有些记忆是不能遗忘的，无论我们今天享受着怎样的欢乐，都不应该忘记那些为我们付出了宝贵生命的人们。在这些人中间，有我一生扎根边疆的嫂子吴迪，有我的哥哥张文辉。
阿比里，我们都是孤儿，你愿意做我的弟弟吗？阿比里。哥，嫂子，我想你们了。想念站在山上一整天，让阳光起落，与我把故事看完。想念站在田野一整年，让四季变换，成熟我们的心愿。那似水流年总浮现你温暖的笑脸，那年华流转一瞬间，留下永恒画面。你看身后花朵鲜艳，每一朵都在你与你的从前。你看我就站在你的身边，和风雨一起迎接明天。你看身后花朵鲜艳，每一朵都在你与你的从前。你看我就站在你的身边，和岁月一起对你说想念。你看身后花朵鲜艳，每一朵都在你与你的从前。你看我就站在你的身边，和风雨一起迎接明天。你看身后花朵鲜艳，每